Hozirda ketayotgan ushbu trendni qilib, nafaqat bolajonlaringizni xursand qilasiz. Asosiysi bolajonlarimizni sensor rivojlanishiga yordam beradigan ko'rish sezuvchanligini oshirib, ilmiy fikrlashga qiziqishini oshiradi. Buning uchun ko'p ham narsa kerak emas. Katta stakan yoki shunaqa vazaga suv solamiz. O'simlik yog'iga bir osh qoshiq kurkuma solib aralashtirib olamiz. Endi telefon fonarini yoqib, ustiga stakanimizni qo'yamiz va svetni o'chiramiz. Voila, go'zallik tayyor. Eng zo'r joyi biz uni qayta va qayta ishlatishimiz mumkin. Kurkumani yog'iga solganimiz hisobiga suvni tepaga olib chiqib qo'yadi. Biz uni yig'ib olib, yana qayta solishimiz mumkin bo'ladi. Haya, bolajonlarimizga eng yaxshilarini ilinganimizda Baby Stil tagliklari hozirda eng zo'r tagliklardan biri bo'lib kelmoqda. Dermatologlar tomonidan tavsiya qilingan, chetlariga rezinka qilingan, farzandingiz tegini quruq saqlaydigan ushbu tagliklar onajonlarning eng katta yordamchisi bo'lib kelmoqda. Opisaniyada qoldirgan Baby Stil profiliga obuna bo'ling. Farzandlaringiz uchun qoldirgan eng yaxshi retsept va layfhaklardan foydalaning.